Assalomu alaykum qarindoshlar. Men tövende Wuhan öpki yolluğu nima uchun dunyoni endişeге soladi degan masala ustida azroq o'zimning ko'z qarashlarimni o'tirib qo'yib, do'stlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Endi biz hammamiz ko'rayotgandek butun dunyo bu kasal sababidan biroz sarosimga tushib, mayli dunyo sağlık tashkilotlari olsun ve başka hükümetler olsun o'ziniki ahvoliga qarab ba'zi siyosatlarni o'tirib qo'yyapti bu kasal to'g'risida qandaq mudofaa ko'rish, uni qanday kontrol qilish to'g'risida. Endi yuqoridagi shu savolga kelsak, nima uchun dunyo bunchalik andish qildi deganda, albatta uniki eng oddiy javobi hech kim bu kasalniki qurbon bo'lishni xohlamaydi. Bu kasal bo'lgan vaqtida yolg'iz kasal bo'lgan odam bilan ketmay nurg'un ijtimoiy masalalarga, iqtisodiy masalalarga ta'sir ko'rsatgan gap. Shunga bu kasal bir davlatda tarqagandan keyin u davlatning xalqiga, xalqining salomatligiga ta'sir yetkazgandan boshqa u davlatning butun iqtisodiga ig'ir ta'sir yetkazdi. Biz masalan qaraydigan bo'lsak, 3 kunning ichida Amerikaniki pay chekimi xili jiq tövellab ketdi. Buningki endi qanchalik qismi bu kasal bilan munosabatlik uni aniq bilmasakmi, lekin cho'qim bu kasal bilan oz to'liq munosabatlik ekanligini bilamiz. Endi bu shu dunyo nima uchun bu kasal to'g'risida shunchalik ko'p andish qildi degan vaqtimizda mening qarashimcha inson ikki xil ahvolda alohida andish qildi. Birincisi shu yuzlangan shu krizis to'g'risida yetarlik uchurga erishamagan vaqtida va undan qandoq saqlanishni bilmagan vaqtida qattiq andish qildi. Hozir hammamizga ma'lum bo'layotgandek shu kasalninki dastlab tarqilishidan boshlab hozir qadar u kasalninki tarqilishi yoki paydo bo'lish to'g'risida nurg'un bilinmagan masalalar bor. Ya'ni shu ba'zilar Xitoy hukumati bu uchurni oshkorlamadi desa, yana ba'zilar har xil qiyos va farazlar bilan o'zaro andish qilish, o'zaro vahim paydo qilyotdi. Agarda bu uchur manbasi aniq bo'lib, birinchi qo'l uchurlar hammasi dal vaqtida aniqlanib kelgan bo'lsa, balkim bundaq ish bo'lmasligi mumkin deb qarayman. Shu uchur manbasiniki qattiq kontrol qilinishi sababidan hammamiz ko'rayotgandek insonlar bu virus va u keltirib chiqargan Wuhan o'pki yollig'i to'g'risida har xil faraz gumonlarni o'tirib qo'yib, shu butun dunyo miqyosida alohida andish paydo qilmoqda. Yana birisi shu insonlarni sarosimga soladigan yoki andishaga qo'yadigan yana bir masala, ahvol, ya'ni shu insonlar yuzlangan krizisniki qanchalik qo'rqinchli ekanligini bilganda andan keyin qattiq andish qildi. Ya'ni bunday aytgan vaqtida birisi yuzlangan krizisniki qandaq bir tahdid, qandaq bir vahima, qandaq bir oqibat akildiganligini bilolmaganda va unidan qandaq saqlanishni bilmagan vaqtida inson alohida andish qildi. Yana birisi shundaq bir xotirasi bo'lgan vaqtida, ya'ni o'tib ketgan tarixdan u kasalniki qanchalik qo'rqinchli, qanchalik qo'rqinchli ekanligini bilgan vaqtida uning qaytalanishidan andisha qiladi. Buningga men tövende ikki misolni keltiraman. Birinchi misol AIDS kasali. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, AIDS kasali paydo bo'lgandan hozir qadar 40 yilga yaqin vaqt ichida 75 million odamniki kasal bo'lishni paydo qilib, uningdan 32 milliondan ortiq odam hayotidan ayrilgan. AIDS kasali tarqalgan dastlabki yillarda insonlar o'xshashli qattiq sarosimga tushgan.
u vaqtida bu kasallikki qandaq yuqadiganligini, undan qandaq mudofaa ko'gili bo'ldiganligini bilmagachga insonlar bu kasalni anglasa shundoq qo'rqaydigan ishda bo'lib ketgan. Ayni vaqtida eng ko'p bo'lgan vaqtida, ya'ni yilga 3 million odam yenidən AIDS virusu bilan yuqulunub, hər yılında şunçilik tezlik bilan köpəyən və hər yılı 1,7 milyon adam AIDS kesili səbəbindən ölüb ketgan. Hatta aynı vaqtida dastlabki mezgillardami insonlar xil farazlarni qilib bu kasalni Amerika paydo qilgan degan gaplarni o'tirg'a chiqqan. Hozir qaraydigan bo'lsak, shu butun dunyoda garchi yana 37 milyondan ortiq odam AIDS bilan yuqumlangan, yiliga 1,7 milyon odam yenidan ko'payayotgan. Ya'ni har yilisi 37 milyon odam AIDS virusi bilan yuqumlangandan boshqa har yilisi 1,7 milyon odam yenidan AIDS virusi bilan yuqumlanib, bu son yana ko'payib mengayotdi. Taxminan 770 mingdan ortiq odam her yılı bu kisel yani AIDS kisel sebebinden ölüp gidiyordu. Lekin insanlar AIDS kiseliga nisbeten yeterlik bilimge ega olganlık için onundan qandaq mudafialanishni, qandaq saqlanishni bilganlik için AIDS kiseli dese hazır unchalik qo'rqinchli emas. Meni keltirdigan ikinci misalim, yani İspanya yuqumluq zukum bo'lib, bu İspanya yuqumluq zukumi deb atalgan bu yuqumluq kisel 1917 yildan 1919 yili orasida Yevropani markaz qilib butun dunyoda 500 milyon odamga tarqagan ve 50 milyondan ortiq odamningki jiniga zamin bo'lgan. Yani ba'zilar 100 milyon debme qaraydı, hem de 50 milyon bilen 100 milyon adamninki ölüşünü keltirip çıkargan. Mundaq çıqqan vaqtida, aynı vaqtida tarqagan şu İspanya yuqumluq zukumi 500 milyon adam yuqib, onunki 10%'ini 20%'ini ölüşünü kelip çıqqan. Bu insanlarda muşu xatira bo'lganlik uchun, ya'ni 100 yildan ilgari yuz bergan bu ig'ir tipdagi yuqumli kasal insonlarning xotirasida yili ham bo'lganlik uchun dunyoning har qaysi joylarida biror yuqumli kasal paydo bo'lgan vaqtida mushu fojianing qaytalanishidan andish qilib dunyoda bular taraqqiy qilgan davlatlarda mushu bunda kasallarni kontrol qilishga alohida ahamiyat yurdi. İnsanlar orasidami shu fojianing qaytalanishidan andish qilib biraz sarasımga tushdi. Yig'inchoqlab aytgan vaqtida birisi mushu yetarlik uchur bo'lmaganlikdan, u kasalga yetarlik tonish bo'lmaganlikdan uni uningdan qandaq saqlanish, qandaq mudofaa qilishni bilolmaganlikdan andish qildi. Yana birisi insonlarningki shu ig'ir tipdagi yuqumli kasallikka bo'lgan xotirasi, ya'ni shuni bilganlikdan shundaq bir ig'ir fojianing qaytadan sodir bo'lishidan qo'rqib andish qiladi. Mana hozir ko'rayotganimizdek Wuhanda tarqalgan o'pka yollig'i shu xil sabablar tufaylidan butun dunyo miqyosida alohida andish qo'zg'amoqda. Agar biz o'zimizdan haqiqatan bu kasal shundaq dunyoni sarosima sag'adagidek shundaq qo'rqinchli degan vaqtida uning javobi biz hozir bilmaymiz, hamda ko'p bilmaymiz. Buningda mayli kasallikning tarqalish ahvoli olsun yoki bo'lmasa kelgusida nima oqibat keltirish to'g'risi keltiradigan masala ustida olsun, hamda xili ko'p odamlarniki o'xshamagan qarashlar va ba'zilari unchalik qo'rqinchli emas deydi, ba'zilari qo'rqinchli deydi. Ba'zilar bu kasal 3-chi oylarga borganda eng yuqori pallaga yetib 5-chi oyga borgan vaqtida tövəllishi mümkün, kontrol qilishimiz deb qaraydiganlar bor. Yana ba'zilar bu insonlar buningga yetarlik tadbir olmasa bu kasal nurg'unlagan odamlarniki ölüşünü keltirib chiqishi mumkin deb qaraydiganlar bor.
Mayli qandaqla bo'lsin, mening qarashimcha, yolg'iz qo'rqish yoki andish qilish bilan hech qandaq ish hal bo'lmaydi. Eng muhimi o'zimizni qandaq qo'g'dashni va u kasallikdan qandaq mudofaa ko'rishni bilishimiz kerak. Bo'libmi shu vatandagi bu kasalga nisbatan kuchli bir taqobil turish kuchi bo'lmagan xalqimizni bu kasaldan qanday qo'g'dashimiz to'g'risida o'ylanishimiz, bu masalalarni xalqaro vaziyatga ko'tarib chiqib, xalqimizga qo'limizdan kelgancha yordam berishimiz bakla muhim deb qarayman. Buguncha shunchalik so'zlab turay. Anglag'anlarga rahmat. Kelaqtim ko'rishaylik. Xayr xo'sh.